Yangi Bo'ston, Chuqursoy mahallada dom so'raganlar uchun 2 xonali birinchi etajda joylashgan zo'r variant olib qo'ydik. Hozir birma-bir xonalari bilan, uyni o'zi bilan tanishtirib chiqaman. Mahallani o'zi juda obod mahalla ekan. Qo'lni dom aylantirilgan, mevalar ekilgan ekan. Bu domimizga kirish qismi, parhez qismi bo'lyapti. Shundoqqina birinchi etajda kirganingizda domimizga kirish qismi bo'lyapti. Bu yerda koridor, bu yoqda mehmonxona mana. Juda katta ekan. Remontlari o'rtacha holatda turibdi. Yana bir o'zinglar uchun remont qilsalaring bo'ladi. Xonalar kengligi yaxshi ekan. Bu yoqda katta yotoqxonasi bor. Aboy qilingan. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu yoqda sanuzeli bor, ichkariga suv o'zi olib kirilgan. Issiq suv, sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Aristonlar qo'yilgan, katyollar qo'yilgan. Bu yoqda oshxonaga o'tish qismi bo'ladi. Bu yer ham alohida xona, o'zi ko'p domlarda shunday bo'ladi. O'tish qismi. Bu yoqda oshxona qismi mana. Oshxona qismini ko'rsalaring. Juda ham yaxshi turibdi. Bu yoqda qo'yilgan ekan konditsionerlar, yana o'tiradigan joyi bor, Wi-Fi o'rnatilgan. Undan tashqari damashni telefon ham bor ekan, damashni telefon. Ko'rsalaring bo'ladi. Uyimizda umumiy ko'rinishi shunday holatda bo'lyapti akalar. Orientirni yana bir marta tushuntirib o'taman. Yangi Bo'ston, Chuqursoy mahallada joylashgan bu domimiz, 2 xonali domimiz. Mana tashqi ko'rinishi qo'shnilar ham juda yaxshi ekan. Umumiy ko'rinishi ham zo'r. Undan tashqari 14-maktabga yaqin ekan va bog'cha ham bor ekan shundoqqina oldida. Bu videoni Bo'stondan arzonga dom olaman degan tanishlarga yuborib qo'ying. Uyimizni narxini egalari bilan kelishgan holda 180 million qilib belgiladik. Yana ozgina o'tadigan joyi bor ekan. Pastda egalar nomeriga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, yana narxini gaplashib olsalaring bo'ladi.